tarixda kelib imzo qo'yib ketgandan kiritib ajratib beramiz. Bizda yigitlarimiz bor, o'zlari demo qilib navbat asosida kiritib beramiz aka. Yana kimni murojaat edi? Sizlar olib kelgansizmi kredit masalasi? Kredit masalasidan. Familiyangizni ayting. Janiva dedi. Janiva? Janiva. Janiva? Tegilmagan. O'zaro. Qaysi mahalla? Yoshkuch. Kredit hujjatlar olib kelgansizmi? Nimalaringiz? Chalada faqat. Chala? Nimalaringiz bor qo'lingizda? Ko'rsak bo'ladi. Buni qo'lingizga yozib bergan ekan. Kim? Qarang, buni o'zini-o'zi band qilish bo'yicha ma'lumot olmangiz. Ana bu yerda 17 million qancha so'm olasiz? 50 million. Ha, 50 million oladigan bo'lsa, bizning mahalla bankerimiz bor, mahalla agentimiz bor. Mahalla bankerimiz Mirzobekning yigitimiz, agentimiz Momogul opami. Momogul opa biz agentimiz bor. Uning tavsiyasi asosan 50 milliongacha beramiz. Faqat 50 millionga tegishli tartibda garov taqdim qilishingiz kerak-da. Nima bu berasiz? Kafillik shartnomasi. Pasportlari bormi? Pasportlarni olib kelsangiz, men pastda o'zim bo'laman. Hukumatga tashlab bermaydi. Ha, tashib yo'q, ovozi masalasi chiqqan. Bular hujjatlarni olib kelib, kopiyasini qilib kelsangiz, mana bu chiqarib olib kelsangiz, bizda bo'ladida, men tikib qo'yamiz, ism chiqib ketmaydi. Telegramda ko'p yozadi-da, o'sha hujjatlarni olib kelsangiz. Men yozib qo'ydim, xodim yozib oldim, o'zim pastda front office boshlig'iman, chiqargan kreditlarni o'zim nazorat qilib boraman, kun davomida pastga o'tiraman. Men kelsangiz, men o'zim birgatib ko'ramiz. Buni hujjatni to'liq olib kelasizda. Keyin yana kim siz kelgansiz opa? Menga faqat bank to'lovini nima qildim, faqat Muhammad Ali yo'qligi uchun topshirolmadim-da. Siz hujjatlaringizni talab qilyapsizmi? Tashlayman, faqat plastik chiqarib tashlab berishim, plastik tujib. Qarang, familiyangizni opa? Menga deylar, Jamol Jamshid ko'rinyapti-da. Ha, Jamol Jamshid. Ha. Jamol Jamshid kim? Men. Bu pensiya oladimi? Yo'q, buni bankda kafil qo'yilgan. Ya, bu pensiya oladimi, olmaydimi? Yo'q, Bolalikda nogiron emasmi? yo'q. Pensiya olmaydi. Hozir biz onaga tashlagan paytda chiqib qolishi mumkin-da. Yo'q, gulpasi yo'q, hech qanaqa nimasi yo'q. Tashlanib bo'lingan. Qaysi mahalla? Yangish mahallasi ekan. Nima qilmoqchisiz sizmi? Do'stim, Ha, nima qilmoqchisiz? promoqchilikda Yo, nima Mol qilmoqchisiz? olamiz. mol olamiz-da. Nechta mol olasiz? 2 ta menda 3 ta farqi yo'q. Yo, buni qanday to'laysiz? Onam to'laydi o'zi. Ya, xola buni hozir bir pastga tushamiz. Yo'q, qarang, kafil qo'yilgan. Yo'q, opa. Buni hozir pastga tushamiz. Siz bilan alohida gaplashamiz-da. Sizni men tushundim o'zi, sababi mehnatga loyiqatlar. Hozirgi biz buni daromad yo'q, qaydan? Endi hamma narsa qonunga qilingan, men o'zim ishlayman. Qayda ishlaysiz? Nima bor, do'kon bilan ishlayman. Nima? Do'kon bilan ishlayman, masalan. Yo, siz oila bolasi olaysizmi? Men o'zim gruppada o'zaman, tadbirkorlik borda. O'zingizdan o'zingizga hurmat qilaylik. O'zimga nomimga. Sizlar chornada ekanlardan chiqmadi. Siz kamalagimisiz? Ha. Nima qilsa, endi o'zimga nima qilib bo'lmaydi-ku. Tadbirkorlik bank bo'lmaydi-ku. Garchi ochilganda. Yo, xolajon, uni hozir alohida gaplashamiz siz bilan hozir. Ha, Rahbar kiramizda. Rahbar kiramiz, masalani yechamiz. ha, o'sha nima qilib Siz ham agentmi hozir birga kiramiz hozir. Yana kimda masalasi bor? Yana kimda boshqa masala bo'lmasa, hurmatli fuqarolar, rahmat sizlarga, aka, hujjatni o'qib qoldim. Siz hujjatlaringizni bersangiz, keyin o'qisak, ko'ramiz. Bu kishilar bilan rahbar kirib yana alohida gaplashamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.